Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilishining oldikayında Xitoy Kompartiyasining dohiysi Mao Zedong shu vaqtdagi birlik sap bo'limini bizning qo'limizdagi angush değer deb atagan. Hamda uning Cumhuriyet qurish musofasidagi roliga nihoyat yuqori baho bergan edi. Xi Jinping davriga kelganda mazkur bo'limning muhimligi qaytadan ta'kidlanib, birlik sap, qurolliq kurash va partiya qurilishi Kompartiyaning dushmanlar ustidan g'alaba qozonishidagi uch cho'ng angush değer deb madilandi. Halbuki g'arb dunyosida, jumladan Amerika tavasida qo'lga ilinadigan bir necha Xitoy jasusining bevosita holda mazkur birlik sap bo'limining yo'l yo'rig'i bo'yicha ish ko'rib kelganligi pash bo'lgandan keyin kishilarning bu masalaga bo'lgan diqqati texmo kuchayishga boshladi. Birlik sap bo'limi eng dastlabki vaqtlarda, ya'ni 1930-yillarda Xitoy Kompartiyasiga ittifoqdosh tepishga mas'ul bo'lishni muhim xizmat nishoni qilgan bo'lsa, Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgandan keyingi har qaysi Xitoy rahbarlik qatlami mazkur bo'limning Kompartiya rahbarligida mustahkamlashdagi roli tufaylidan uning turli xizmatlariga izchil ko'ngil bo'lib kelgan. Bulupmu Xi Jinping davrida mazkur bo'lim Xitoy chegarasi ichida g'oyat zo'r xizmat to'ri hosil qilgandan boshqa Xitoy Kompartiyasining chegara sirtidagi ta'sir ko'rsatish harakati va istixborot xizmatining bosh qo'mondoni bo'lib kelgan. Mao Zedongdan keyingi 3 avlod Xitoy rahbarlik kollektivining aqldori bo'lib xizmat qilgan Wang Huning keyingi vaqtlarda Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komitetining 7 kishilik a'zosining biri bo'lgandan keyin birlik sap bo'limining bosh xo'jayiligini ustiga olgan. Ana shu vaqtlardan boshlab birlik sap bo'limining chet ellardagi faoliyati raketasimon shaklda jonlangan. Bu jihatda birlik sap bo'limi istiqiylik holda soqchi va bexatarlik tarmoqlari bilan zich aloqa to'ri shakllantirib, butun xizmatlarning bir taxta shaxmat kabi ratlik bejirilishini ishga oshirgan. Bo'libmi chet el hukumatlarining Xitoy haqidagi siyosatlarini Xitoyning manfaatiga uyg'unlashtirish hamda chet elning ilg'or texnikalarini o'g'irlash. Buning uchun oliy maktablarda, aqllar markazlarida, fuqaroviy jamiyatlarda va boshqa ommaviy muassasalarda Xitoy haqidagi ijobiy qarashni umumlashtirish ularning muhim xizmati bo'lgan. Bunun eng tipik misallardan biri Xitoy hukumati g'oyat zo'r mablag' ajratib qurib chiqqan Kunzi instituti nomidagi markazlar bo'lib, mushu muassasalar orqali Xitoyning qanday mehribon mamlakat ekanligi ko'rinmas tutak shaklda keng tashviq qilingan. Shu qatorda chet ellardagi istixborot xizmatimi shularning kontrollik doirasida bo'lib kelgan. Buningda ular doim qo'llanadigan usullarning biri Xitoy hukumati ta'min etgan g'oyat zo'r xizmat xarajati orqali chet el axborot sohasining Xitoy haqidagi tasvirini Xitoyga foydali shaklga o'zgartirish, chet ellardagi Xitoyga qarshi kuchlarni ko'zdan neri qilish hamda chet ellarda Xitoyparast kuchlarni yetishtirish bo'lib kelgan. BBC'ning oldingi hafta e'lon qilgan bu vaqtdagi obzorda simvollik qilib, navbatda birlik sap bo'limi Xitoy uchun sezgur temiladim bo'lgan Tayvanning Xitoy territoriyasining bir qismi ekanligi, Tibet va Xinjiangdagi Xitoy bo'lmagan millatlarni bostirish harakatlari haqidagi tanqidlarni past qo'yga tushirish. Shundaqla g'arb dunyosida Xitoy haqidagi ijobiy qarashni umumlashtirishni nuqtaliq nishon qilmoqda deyiladi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Yangi Zelandiyadagi Canterbury universitetining professori Anne Marie Brady xonim mundaq deydi. CCP political interference activity based on what I found CCP policies documents. Xitoy Kompartiyasining hozirgacha bizga ma'lum bo'lgan hujjatlari va boshqa aloqa materiallariga qaraydigan bo'lsak, birlik sap bo'limining chet ellardagi ommaviy fikrlarni o'z foydasiga shakllantirishga g'oyat zo'r darajada zehn qo'yayotganligini bayqaymiz. Ammo ularning bu nishon uchun har qaysi davlatlarda qo'llanilgan konkret usullari o'zaro farqlanadi. Bo'libmi ular Xitoy fuqarolaridagi kishilar to'plashib o'tiraqlashgan davlatlarda har qachon o'sha insonlar to'plamini o'z kontrolligida tutish va ularning ish faoliyatlarini o'zlari xohlagan yo'nalishga yetaklash, cho'ng to'pni parchalash, mumkin bo'lganda ularni Xitoy tashqi siyosatining pechkilariga aylantirishni o'z xizmat nishoni qiladi. Tashqi siyosat jihati bo'lsa, chet elliklarni Xitoy Kompartiyasining tashqi siyosatiga hamdam bo'lg'uchi gumochlarga aylantirish, hukumatlar, universitetlar va tashkilotlardan Xitoyga do'st bo'lg'uchi dangdarlarni yetishtirib chiqishmi ularning muhim xizmati. As agents, whether wishing or not, of Chinese foreign policy. So that's very difficult for our Chinese diasporas. Xitoy birlik sap bo'limining Uyg'ur elidagi bostirish va qirg'inchilikqa hamdam bo'lishdagi eng chong roli hammalarning bir olgan osmonda to'g'ri yerda qapqan shakldagi nazorat sistemasida aks etadi. BBC'ning bu vaqtdagi obzorda aytilishicha, Xitoy doiralari Uyg'urlarning uylariga tuqqan bo'lish nomida o'rlashtirgan minglagan, 10 minglagan Xitoy kadrlari dal ana shu birlik sap bo'limining xizmatini qilganlar bo'lib, mushlarning dastidan Uyg'urlarning eng oxirgi shaxsiyat qo'rg'ini bo'lgan oilami ularning hech qanday maxfiyatlikni saqlab qolanmas bo'lib qolgan. Bu tuqqan bo'lgan kadrlar bir yoqdan Uyg'urlar nazorat qilsa, yana bir yoqdan Xitoylashtirishning turli qadamlarini amalga oshirishga riyosatchi bo'lgan.
Birlik sap bölümünün Uyghur elidagi bu xil xizmatlari yaqinqi bir necha yilda muhojiratdagi Uyghur jamoatiga kengayib, ularning ichki qismida turli andishlarni paydo qilganligi ma'lum. Bu jihatda ko'pchilikni eng bearam qilgani Xitoy hukumatining muhojiratdagi Uyg'urlar orasida qo'rqinch va tashvish paydo qilish suiqasdlari bo'lib, Xitoy birlik sap bölümiga chetishliq bir turkum Xitoy jasuslarining bayqilishi bilan bu masala texmo gavdalik bo'lib qolgan. Bo'libmi nurg'un kishilarga tashqi jihatda Xitoyning ijobiy obrazini tiklashga xizmat qiladi deb ma'lum bo'lib kelgan birlik sap bölümining amaliyotda Xitoy hukumati barpo qilib chiqqan g'oyat zo'r jasuslik to'riga qo'mondonlik qiluvchi bo'lib chiqishi ko'pchilikni hayron qoldirgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Amerikadagi mustaqil siyosiy analizchi Dovin Apandi mundaq deydi. 从表面上看，统战部的任务是在国际上宣传中国的传统文化。 Birlik sap bölümü qarmaq tashqi dunyoga Xitoy an'anaviy madaniyatini tarqatquchi o'rindek ko'rinadi. Ammo Xi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Birlik sap bölümü yurtdoshlar uyushmasi nomidagi jamiyatlarni ko'plab yo'lashga o'tdi. Ular mushular orqali Amerika tavasidagi Xitoyga qarshi demokratik harakatlarni nazorat qilish va ma'lumotlashtirish, bu sohadagi yetakchilarni yetim qoldirish taktikasini qo'llanyotdi. Yana bir yoqdan Xitoyga qarshi zotlarning og'zini yumdirishga urinyotdi. Bu xildagi qilmishlar allaqachon Amerika qonun sohasining diqqatini qo'zg'agan bo'lib, Nyu-York shahrining o'zida o'tgan 2 yilda mushu xildagi Xitoy hukumatiga josuslik qilishga qarshi 10 necha qatimliq sud da'vosi o'ttirg'i chiqdi. Chunki bu xildagi yurtdoshlar uyushmasi izchil Xitoy kompartiyasiga vakolatan ish bajarib, demokratik harakatlarni bir holatda ujuqtirishni vazifa qilgan. 充当中共政府代理人，在曼哈顿唐人街一个同乡会内设了一个秘密中国警察 Xitoy 站。 hukumatining bu xildagi yurtdoshlar uyushmasi nomida ish bajarish taktikasi muhojiratdagi Uyg'urlar nishon qilganiga xil yillar bo'lganligini mustaqil siyosiy analizchi Ilshad Hasan alayda eskartadi. Uning qarashicha, Uyg'ur qirg'inchiligi boshlanishdan ilgari Xitoy hukumati buning tayyorligini boshlab bo'lgan bo'lib, 2010-yilning oxiri Uyg'ur avtonom rayonlik tashqi ishlar ishxonasining mudiri salohiyatida Yevropa va Amerika ziyoratiga mangan Muzaffar Mijitni buning tipik misoli deyishga bo'ldi. U shu vaqtda Amerika tavasida aylanib yurib, vazxonlik qilgan hamda bir turkum Uyg'urlarni atrofiga to'plash, shu orqali Amerika Uyg'urlarining ko'nglini utish, chiritish va ularni parchalash qasdiga tushgan. Buning ta'siri bo'lsa, bugungi kunda texmo gavdalik bo'lgan. Şinjanlık yurtdaşlar uyuşması namidagi Xitoy tashkilotlarimi o'xshamagan joylarda qurilishga boshlagan. Avustraliyada bo'lsa, atalmış Şinjan Tongshanhui qurdi. Amerikaninki San Fransiskoda Tongshanhuisi bor. Shu Tongshanhuiga birlikda ishlayotgan hatto ba'zi Uyg'ur munofiqlar bor. Yoshlarni qo'rqitib, ularni makirib olgan. Turkiyada texmi bor, boshqa davlatlarda bor. Bularning hammasi shu birlik sapning nomida qilayotgan. Bizning vatandimi har bir nahiyadan tortib yezgacha birlik sap ishxonasi bor. Buningda ishlaydigan birlik sapning 5 Xitoy bo'ladi. Muavini odatda Uyg'ur. Bular orqali shu yerdagi Uyg'urlarningki orasida nima paranglar bo'lyapti, hammani shu orqali nazorat qiladi. Uningki tutadiganni tutadi. Uyg'ur elidagi qirg'inchilik xalqarada zo'r xabar temalarining biriga aylangandan keyin Xitoy hukumati tezdan ishga solgan qarshi tadbirlarning biri Xinjiang haqidagi hikoyalarni yaxshi so'zlash tashviqoti bo'ldi. Birlik sap bölümü dal bu xizmatning o'ngishli qanot yeyishiga eng zo'r darajada to'p qo'shib, turli vositalar orqali Uyg'ur elida hayotlikning normal davom qilayotganligi, har millat xalqining baxtiyor va inoq ekanligi haqidagi tashviqot uchurlarini ko'plab o'tirg'a chiqardi. Buningda ular qo'llangan usullar haqida so'z bo'lganda Ilshad Hasan buningdagi eng qabih vositalarning biri Xitoy hukumatining o'z go'shini o'z yig'ida qo'rishda ko'hna chorni ishga solganligi deb qaraydi. Uning qarashicha, buningdagi tipik misollarning biri chet el fuqaroligini olgan bir qism Uyg'urlarga vatanga qaytib urug' tuqqanlarni ziyorat qilishga oldin yo'l ochib berish bo'lib, ularning Xitoy vizasi elishi va Xitoyga safar qilishiga o'ng'aylik yaratib berildi. Buning bilan Xitoy hukumati birni berib, o'nni elish shaklda o'z manfaatiga yo'l ochadi. Buningdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki boshqa Uyg'ur tashkilotlarining obro'yini to'kish, ularning xizmatlarini inkor qilish, tashkilotlar aro ixtilof tug'dirishmi ularning doimli xizmatlaridan hisoblandi. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Amerikada. Masalan, Turkiyada bulto, Turkiyadagi ilqi Sabir Buğra degan 20-30 dak Uyg'urni tashkillab vatanni ziyorat qilib keldi. Ammo bu birlik sapninki Turkiyadagi faoliyati. Amerikaga kelsak, Amerikadami Kaliforniya, boshqa shtatlar orqali shu yerlarga bulto uning oldingi yillarida
kelib, mashadagi Uyg'urlar bilan ko'rishib, "Basanglar bo'ladi, yaxshi bo'lib ketdi, anda-manda" deyotganlarimiz shu birlik sapning avatgan. Atalmış Uyg'urlarning peshqadam kadrlari, cho'ng ziyolilar pensiyaga chiqqan. Bular orqali bu tashviqotni ip berib, shuning bilan mang'uzyotdi. Yana birisi Xitoyning elchixonalari yanala birlik sapning nomida har yili chag'onlarida Xitoyningki atalmış Oktyabr bayramida Muşta kunlarida elchixoni maxsus ziyofat berib, buningga ba'zi Uyg'urlarni, ya'ni atalmış chet eldagi muhojir, birlik sap do'stlar degan nomlar bilan bularni taklif qilib, bu yerda Xitoyning tashviqotini qilg'izyapti. Şinjan haqidagi hikoyalarni yaxshi so'zlash tashviqoti uchun birlik sap bo'limi qo'llangan Xitoy safariga o'ng'aylik yaratib berish qatorliq choralarning tezla o'z unumini ko'rsatganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi zulm va qirg'inchilikni inkor qilish tashviqotining, shuningdek Xitoyning bu xildagi tashviqotlariga o'zlarimiz sezmagan holda moslashib, tuqqan yo'qlab salomat qaytib kelgan Uyg'urlarning ko'payishi bilan bir qism sohalar hamda shaxslarning Uyg'ur elida unchalik og'ir zulm mavjud emas degan qarashga moyil bo'layotganligimi ko'plab bilinishga boshlamoqda. Buning eng gavdalik ifodalaridan biri zulm ko'rganligi hamda zulm ko'rdiganligi sababidan siyosiy panohlikqa iltimos sunib, musofirlik salohiyatiga erishayotgan Uyg'urlarning panohlik iltimoslari yaqinqi mezgillarda orqama-orqadan rad qilinishga boshlagan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir mushaqil yuzlanishni alayida eskartdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi hali ham davom qilyotdi. Xitoy hukumatining yaqinda chegaralarni ichib, ba'zi Avropa davlatlariga vizasiz Xitoyga berishni yo'lga qo'yishining sabablarining birisi Xitoy hukumati bizning xalqimizni tutadiganlarni tutib, turmalarga solab, ovozimizni chiqaramaydigan shaklga akirayotgandan keyin endi chegaralarni ichib, xalqaroni aldash, irqiy qirg'inchilik yo'q degan tashviqotni davom qildirish uchun deb o'ylayman. Afsuski, uzun yillar bo'yi oilasini ko'ramagan ba'zi Uyg'urlarimizdan hayotini xavfga qo'yib turib, vatanga berayotganlar bor. Amaliyotda Xitoy hukumatining bo'lganlarning sonini yig'ib, statistika chiqarib, shu davlatlarga topshirib berishi aniqli bor gap. Bu qarindoshlarimiz o'zi bilib bilmay, bundan keyingi Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlariga ta'sir qilyotdi deb o'ylayman. Chunki yaqindalar men bildigan 5-6 Uyg'ur qarindishimizga panohlik ishlaridan rad keldi, sudga avatildi va sababini vatanga qaytsa hayoti xavfda emas, buning yetarli isbot yo'q deb yozilibdi. Mush sabablarni ko'rsatibdi. Endi qog'inini mush qarindoshlarimizning o'zining vijdoniga qo'yamiz. Xitoy birlik sap bo'limining xizmatlari allaqachon Yevropa, Amerika va Okeaniya qit'alariga yeyilishga boshlagan bo'lg'achqa, bu joylardagi davlatlar, jumladan Amerika hukumati qarorlik turda Xitoy birlik sap bo'limining singib kirish va og'dirmachilik qilish qilmishlari haqida har yili o'xshamagan dokladlarni tayyorlab kelmoqda.